O'zi taksichilik qilmayman. Bo'sh vaqtimda qilib turaman. Qo'shilishtasizmi? Sizlarga bir voqeani so'zlab bermoqchiman. Bu voqea qaysidir qishloqda bo'lgan. Yigit va qiz ahd paymon qildi. Yigit o'qishga borib hofiz bo'lib kelaman deb ketibdi. Bu paytda qiz o'nni yo'li qilib boshqasiga tegib ketibdi. To'y bo'layotganmish. Kuyov hofiz bo'lib kelgan. Qarasa, sevgan yori kelin ko'ylakda turibdi. Qilib ichidan ketib, mashq qo'shilib boshladi. Gülayurman nomus bilan, or bilan, yurak to'la armon bilan, zor bilan, zor titragan qo'limdagi tor bilan, kuyar bo'lsam kuydim ko'ngilli kuyda, o'zim hofiz sevgan yorim to'yida, o'zim hofiz sevgan yorim to'yida, ko'ngil ichra go'yo gavhar topgandim, topganimcha ortidan zo'r chopgandim. Yomon yangiligim bor senga. Banda chiqibdi. Qanaqa chiqibdi? 42 bal to'plabman havosini sanab sheyali ahmoq ekanman shekilliga. Hechkimga aytmagan ahmoqni. Bo'pti, endi bir tushib olsin, mazza qilib tushmadi. Yur aylanib adiliga, kelamiz birga birga, yoningdan ketgim kelmas, voyga ko'ngil o'tsan atiriga, mast aylading, sarmast aylading, mening yurak kedamga ishqni joylading, mast aylading, sarmast aylading, mening yurak kedamga ishqni joylading. Chiroyda sen tengi yo'q, endi halovatim yo'q, bu nima yurishindi, voy dod ko'ylagingni yengi yo'q, To'xtab qo'ydi. mast aylading, mast aylading. Qolana. Bir yaxshi aytib kelyapsiz, yengi nima bor? To'xtab qo'ying, qolana. Qo'shiq shunaqada, meri, tushvetring, omadli bo'lganingizga, Mittoy Andijon bor O'zbekistonda.